Tarixning chang tuzalliq sahifalarini ochganimizda bir nurani sima ko'z oldimizda qad ko'tardi. Miladi 632 yılı Medine Münevver. Halayıqlar, kimki Muhammed Aleyhisselam öldü dese, ben onun beşini çapıman. Onun ölgünü yok. Belki xuddi Musa Aleyhisselam Perverdigar bilen körüş ketkende ketdi. O çokum kaytıp geldi. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Muhammed fakat bir peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler ötken. O vafat bolsa yoki öldürülse, arqanlaq yenib olamsizlar. Sahabeler bu ayetni xuddi tunca anlagandaklar peygamberimizning bir inson ekanligi, uning vafot topadiganligini esiga kelishadi. Bu vaqtda Hazrat Abu Bakr 61 yoshda edi. Eng cho'ng dardi bo'lsa iymon davosining yer yuziga hokim bo'lishi edi. U milodi 632 yili islom tarixining tunji xalifasi bo'lib saylandi. Xilofat bir maqomla emas, balki omonat edi. Mana bu omonat uning tarixda ko'rilib boqmagan darajada og'ir his qilinmoqda edi. Ey musulmonlar, gerçi sizlarning eng yaxshinglar bo'lmasam-mo sizlarga xalifa bo'lib saylandim. Agar xizmatimning haqqini berib ado qila olsam, menga yordam qilinglar. Agar xatolasam, menga ko'rsatib beringlar. Rostchilik omonat, yolg'onchilik xiyonatdir. Aranglardagi ojiz kishi haqqini olganga qadar mening nazarimda kuchlik. Aranglardagi kuchli kishi uningdan haq egillari haqqini olganga qadar mening nazarimda ojizdir. Allah yo'ldagi jihodni tark etgan bir qavmni Allah xor qiladi. Aranglarda zina ve buzuqchilik tarqalsa, Allah sizlarga azob tashlaydi. Men Allohga va Allohning elchisiga itoat qilsam, menga itoat qilinglar. Agar Allohga va Allohning elchisiga qarshi chiqsam, shu chaqdan boshlab menga itoat qilmanglar. Qilmasa, namozinglarni o'qinglar. Allah sizlarga rahim qilsin. Bu omonatni Allohga tayanmasdan ado qilmaydi. Bu sababdan u ni'mal qadiru Allah. Allah nima degan buyuk qudrat sahibi degan jumla naqsh qilingan uzukni taqab, Allohga tayanib bu omonatni ustiga oladi. Shu topda uni tunji qitim hal qilmasi bo'lmaydigan masala saqlayotdi. Ya'ni Osamaning qo'shini. Suyimlik peygamberimiz vafot etishdan burun 3000 kishilik qo'shin tashkillab Bizans chegaralariga qarshi hujumga tayyorlik qilishni talab qilgan edi. Mu'ta jangidan keyin Bizanslar bilan orasida tugamayotgan jiddiychilik bor edi. Payg'ambar alayhissalom qo'shinning beshiga teqi amdil 18 yoshga kirgan yosh qo'mondan Osama ibn Zaydni tayinlagan edi. Orada ichida Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umarga o'xshash peshqadam sahobalar bo'lg'ashqa bazı sahabeler bu yaş komandanga itiraz bildirishgan. Osamani vazifasidan bo'sh tush uchun yana nimani saqlaysan? O tex 18 yoshda. Tajribasiz. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin bu itirazlar texmi ko'payib ketdi. Bu sababdan Osamaning qo'shinining harakati kechikib ketgan edi. Shu kunga nisbatan bu qo'shinni urushga avatish rostilla xatarlik edi. Chunki hozirgacha boshqa qabilalardan bay'at elinmagan edi. Shunga ularning bu ishga qanday qaraydiganligi texi aniq emas edi. Uningdan boshqa dushman qabilalarmi yo'q emas edi. Ular Rasulullohning vafotini fursat deb qaraydi. Yuqorqida qalaymaqan bir ahvolda bir qo'shinni sirtqa avatish Madinaning mudofiasini ojizlashtirib etdi. Ko'pincha sahobalarmi mush ko'z qarashdi edi. Maslahat jarayonida Hazrati Umar Abu Bakr, bu qo'shinni hozir avatmasang bo'lmamdi. Hazrati Umarga o'xshash ko'pincha sahobalarmi mush ko'z qarashdi edi. Lekin Hazrati Abu Bakr ulardek o'ylamaydi. Hazrati Abu Bakr Hazreti Ömer'ge qattiq talaffuzda mundaq dedi. Nima? Rasululloh tayyorlagan bir qo'shinni to'xtatish, uning tayinlagan qo'mondonining vazifasidan bo'shtish, mening xalifa bo'lgandan keyin tunji hukmim bo'lsin demsan. Alloh bilan qasamki, dushman qo'shinlari Madinaga kirib, chilbörlar musulmon ayollarning jasadlarini parchalagan taqdirdami, Rasulullohning avatishga qaror berib bo'lgan bu qo'shinni men to'xtatmayman. Rasulullohning tikkan bir tal tug'ini mening elib etishim qat'iy to'g'ri emas. Shunda qilib oxirida qo'shin milodi 632 yili Madinadan ayrildi. Xalifa Abu Bakr shaharning mudofiasini ratlashga kirishib ketdi. U yelkisiga og'ir bir mas'uliyatni olgan edi. Kundan kunga Madinaning 4 tarafidan har xil shum xabarlar tarqalishga boshladi. Qabilalarda qo'zg'olon boshlandi. Ba'zilar islomga eng oxirgi qitim kirganiga qaramay tunji bo'lib dindan chiqdi. Men dinimni tark etib, ota-bobolarimning diniga qaytdim.
ba'zilar zakotni rad qildi. Yana ba'zilar Madinaga hujum qilishning qo'ydi ediki, xuddi hammasi markaz ojizlashgan hamon harakatga o'tayli degandekli turadi. Keyin bu isyonga qarshi olib berilgan urush Ridda urushi deb ataldi. Yuqorqi voqealarning ichidagi eng ichinishli bo'lsa, yolg'on payg'ambarlarning o'ttirg'i chiqishi bo'ldi. Yamanda Qaridag'an deb laqamlangan Aswadul Ansi, Ummanda Xon Toji deb laqamlangan Laqit ibn Malik, Jazirida bo'lsa Pirxon xotun Sajah binti Al-Haris, Najd rayonida Tulayha ibn Xuvaylid qatorliqlar o'zini payg'ambar deb e'lon qilib islom davlatiga qarshi chiqishdi. Hatto ular orqasiga ko'zi mol dunyoga to'ymagan, qalblari buzilgan minglarcha askarlar yig'di. Bularning ichidagi eng xatarlisi bo'lsa Yamama tarafdagi Musaylimaning qo'zg'aloni edi. Musaylima payg'ambar alayhisalomning vafotidan 1 yil burun Madinaga kelgan bo'lib, qabilasi iymon etib yurtlariga qaytgan edi. Rasulullohning vafot tepishi bilan Musaylima o'ziga vahiy kelganini aytib, qavmini o'ziga agishga chaqirdi. Ey qavmim, men Allohning payg'ambari bo'laman. Muhammad bilan ikkimiz bu ishga sherik. Yer yuzining yerimi bizga, yerimi bo'lsa Quraysh qabilasiga tava. O'z vaqtida bu nadallarga Rasululloh qisqa ammo meg'izlik qilib javob qaytargan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Allohning elchisi Muhammaddan yolg'onchi Musaylimaga, hidoyatida ching turgan kishilarga salom bo'lsin. Bilginki, bundan keyin yer yuzi Allohningdir. Janob Allah onu xoligan qullarga ihson qiladi. Eng go'zal oqibat bo'lsa, Allohdan qo'rqqan taqvodor bandalarningdir. Sen va atrofingdagilar tavba qilsanglar, Allah sen va sen bilan tavba qilganlarni afv qiladi. Shu kundan tortib ta hozirgacha u kishi Musaylamatul Kazzob deb atilib keldi. Ular Musaylamaning texmi kuchli bir hokimiyat barpo qilganligiga ishonib sepiga qo'shilishdi. Hatto Qur'onni taqlid qilish uchun bir necha tayin yo'q she'r yozib vahiy deb xalqiga o'qib yurdi. Shuningdek, xalqiga sehrgarlik nomeri tayyorlab mo'jiza deb tanishtirdi. Xalq uningdan ba'zi ishlarni talab qilsa, o'ylamagan yerdan ularning butun talablari ta'tirga aylanib qoladi. Bir qitim uningga chochlarining qo'yiqlish uchun bir bola keltirildi. Musaylama duo qildi, lekin bir mezgildan keyin bolaning chechi tamoman tushib ketgan edi. Yana bir qitimda bo'lsa, uningga suyi azlab ketgan quduqning gapi qilindi. Xalq uningdan quduqning suyining ko'payishiga atab barakat duosi qilishni talab qildi. Musaylama duo qildi, lekin bir mezgildan keyin quduq butunlay qurib ketdi. Hazrat Abu Bakrning mana mushuning o'xshash yolg'on payg'ambarlar bilan mujodala qilish kerak edi. Bu tahdidlarni yo'qotish uchun biriga ehtiyoji bor bo'lib, u shundoq biri bo'lish kerak ediki, tahdidlarga qarshi dushmanning dakkisini bera oladigan. U tahdidlarni yo'qotmay turib, qaytmaydigan biri bo'lish kerak edi. Hazrat Abu Bakr bu ishga Allohning qilichi deb atalgan Xolid ibn Validni tayinladi. Hazrat Abu Bakrning tunji nishoni Najdidagi Tulayha edi. Musaylima tarafga keyinroq hujum qilmoqchi bo'ldi. Bu jarayonda Hazrat Abu Bakr Musaylimani turayotgan shaharda papilab turishni to'g'ri ko'rdi. Ya'ni uning shahar sirtiga chiqib ketishini xohlamaydi. Chunki Musaylima qo'shini bilan sirtga chiqsa, ahvol texmi og'irlashib ketishi mumkin edi. Shunga Hazrat Ikrimani bir to'p sahaba qo'shinlari bilan Musaylimaning yurtiga avatdi. Shug'unisi qo'shinning vazifasi yolg'on payg'ambarga hujum qilish emas, uni shahar sirtiga chiqarmaslik va yordamchi qo'shinlarni saqlash edi. Eng oxirida zarba berishni planlagan edi. Lekin bir mezgildan keyin Hazrat Ikrima o'zining dushmanning ustidan g'olib kela oladiganligiga ko'z yetib harakatga o'tdi. To'lim afsus, islom qo'shini bak ko'p shahid berdi va u yerda mag'lub bo'ldi. Bir mezgildan keyin ikkinchi qo'shin Yamama tarafga bordi. Shurahbil ibn Hasana qo'mondan edi. Uning vazifasi o'xshashla Xolid ibn Validning qo'shinini saqlash edi. Bir mezgil saqlagandan keyin u dushmanning ustidan g'olib keldiganligini pamlab harakatga o'tdi. Lekin to'lim afsuski natija Hazrati Ikrimanikiga o'xshash bo'ldi. Musaylima va uning qo'shini xeli jon kirib musulmonlarga qarshi g'olib kela olamizkan-ku deb o'ylab qoldi. Shundaq deb turganda oxiri Allohning qilichi qo'shini bilan birlikda Yamama chegaralariga yaqinlashdi. Najd rayonida Musaylima Kazzobdan boshqa Tulayha Kazzobmi yolg'on payg'ambarlikni da'vo qilib musulmonlarga qarshi qo'shin tashkillagan edi. Xolid ibn Valid oldi bilan Tulayhaga qo'shin tartib uni mag'lub qildi. Tulayha bo'lsa musulmon bo'lib islom qo'shiniga qo'shildi. Eng past hayot Allohning rahmati bilan mana mushundoq o'zgaradi. Tulayhaning bu o'zgarishi bizga Hazrati Vahshiyni eslatadi. Xolid ibn Validning qo'shinining orasida Vahshiy mubob bo'lib, Vahshiy o'zining nimaga vasila bo'lganligidan xabarsiz edi. Uhud jangida o'tkazib solgan heliqi og'ir jinoyat musulmon bo'lgandan buyon uning vijdonini hamisha bearam qiladi. Hazrati Hamza Allohning elchisi islom o'zidan burunqi gunohlarni yuydi degan bo'lsa-mu, lekin u o'zining qalbini arom topqizadigan, Uhuddagi jinoyatining o'rnini to'ldiradigan bir ish qilishni umid qiladi. Qo'lida
Hazreti Hamzani shahid qilgan nayzi bor edi. Balki bu sababdan Janob Alloh ushbu shiddatli hujumni onunga nisb qilgan bo'lishi mumkin. Bu shiddatli hujum zodi nima? Milodiy 632-yil. Musaylimaning qo'shini bak ko'p bo'lib, son jihatdimi islom qo'shinidan ustun edi. Ya'ni islom qo'shini 13 ming kishi, dushman qo'shini bo'lsa 40 ming kishi edi. Uning ustiga ular kayni-kaynidan 2 qatim Ikrama qo'shini ustidan g'alaba qilib, nurg'un musulmonlarni o'ltirib, o'zicha bak ko'ranglab ketgan edi. Oxir kutgan chog'i yetib keldi. Amdidan boshlab sonning hech qanday foydasi qolmagan edi. Chunki ular buni oyatga iymon etadi. Haqiqatan chin qalbidan ishonadi. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Bir urush boshlangan edi. Mana bu Ridda urushining eng qon ko'p to'kilgan hisoblanadi. Bir tarafdan mushriklarning jasadlari yerda yotsa, yana bir tarafdan qori olimlar shahid bo'layotdi. Jangning eng shiddatli bo'lgan vaqtlar bo'lsa Vahshiyning navbati edi. Yillardan beri izdigan, kutib, herib ketgan fursat oxiri yetib kelgan edi. Barliq fitnaning beshi bo'lgan Musaylima yaqin atrofda edi. Vahshiy bu fursatni qochirishni qat'iy xohlamaydi. U asta-asta dushman tarafga qarab ilgirlayotdi. U ko'zini Musaylimadan 1 minutmi uzmay fursat izlayotdi. Oxirida Allohning rahmati bilan u kutgan fursatga oxiri erishdida Hazrat Hamzani shahid qilgan nayzining o'zini Hamza radhiyallohu anhu sanjigandek kazzob bo'lgan Musaylimaning ko'ksiga sanjidi. Payg'ambar deyishib ketgan Musaylima tuyuqsiz yerga yiqildi. Dushman o'ziga nim bo'lganligini bilmay qoldi. Musaylima o'lgan edi. U o'lgandan keyin tasbihning beshi uzildi. Marjonlari bir-birlab cho'g'ilishga boshladi. Safarning qushquchisi tuyuqsiz Hazrati Vahshiy bo'lgan edi. Necha yildan beri ichidagi o'chiranmagan u o't oxiri o'chgan edi. Shuning bilan bargan sari barliq yolg'on payg'ambar da'volari besiqdi. Yolg'on payg'ambar da'vosi qilganlarning orasidagi Perixon Sajahmi tövbe qilib musulmon bo'ldi. Hazrati Abu Bakr Rayullahga valilarni avatish orqali vaziyatni kontrol qildi. Islom hokimlari tayinlanib, islom qonuni yurgizildi. Mana endi yolg'on payg'ambarlar mazgildikiga o'xshash farzlar tashlanmaydi. Xohlagancha harom amallar qilinmaydi. Madinadagi xalq kech-kunduz İslamiyetning zafar quchishi uchun chin qalbidan duo qiladi. Ma'naviy qo'shinga o'xshash duolar bilan, zikrlar bilan, ibodatlar bilan moddiy qo'shinga yordam qiladi. Har kuni degidek taraf-tarafdan zafar xabarlari yetib kelyotadi. Har bir xabar xalqqa o'ziga tushliq tantana ato qiladi. Xo'sh, Osamaning qo'shini qandoq bo'ldi? Ular Allohning rahmati bilan, zafar bilan qaytgan edi. Uning ustiga ansirganning dal aksicha bu qatim musulmonlar dushmanlar uchun vahima bo'lgan edi. Bir tarafdan Bizansga qarshi qushgan bu zafar, yana bir tarafdan Yamama zafari. Ularning ko'zida musulmonlar mushunda qalaymi qanchalik ichidimi qo'shin avatalgan bo'lsa, askariy kuchi haqiqatan ko'pkan. Ularni jasoratlantirib turg'udek nopozi boy ekan degan yerga kelgan edi. Hammadan bakroq xalifaning qarori vaziyatning talabiga intayin uyg'un chiqqan edi. Allohning elchisining fikriga mos harakat qilgan kim ziyon tortdi deysiz? Hazrati Abu Bakr Yamama zafardan keyin Bahrayn tarafga yo'l oldi. Chunki u yerda dindan chiqadigan ahvollar yuz bergan edi. Al-Hutam deydigan isyonkor kishi bilan qabilasi markaziy tarafni ojizildi deb o'ylab zakot berishni rad qildi. Zakot bermaymiz. Muhammad vafot topgandan keyin zakot farz bo'lmaydi. Namoz o'qiymiz, lekin zakot bermaymiz. Namozni rad qilgan odam bilan zakotni rad qilgan odamning farqi yo'q. Har ikkilisi murtad degan hukm bilan Hazrat Abu Bakr ularga ma'lum bir kechada tuyuqsiz hujum qilib bo'ysundirdi. Shuning bilan Bahrayn qaytadan islom tuproqlariga qo'shildi. Zakot kirimlari Madinaga yetkazildi. Zakot masalasi bu mazgilni egiz bas qilgan eng muhim ahvollardan biri edi. Ba'zi arab qabilalari garchi dindan chiqmagan bo'lsa-mu zakot berishda ikkilangan yoki butunlay rad qilgan edi. Zakot shundoq bir muhim masala ediki, Hazrat Umar ularga qarshi yumshoqroq yo'l tutish maslahatini berganda, Alloh bilan qasamki, namoz bilan zakotni bir-biridan ayiradigan, oradagi bog'ni uzadigan har qanday kishiga jang e'lon qilaman. Chunki zakot molning haqqi. Alloh bilan qasamki, Rasulullohga to'lab kelgan bir to'gi cho'lvirg'i chog'liq narsani menga bermagan taqdirda, ularning berishga qarshi chiqqanlik sababli ular bilan urush qilaman. Hazreti Abu Bakrning gaplarini anglagan Hazreti Umar mundaq deydi. Alloh bilan qasamki, Hazreti Abu Bakrning bu keskin so'zlaridan Janob Allohning bu ishni uning qalbiga ravus o'rnatganligini his qildim. Shundaqla Abu Bakrning haq ustida ekanligini qabul qilaman. Zakotning cho'ng bir kollektiv tarafidan tashlanishi falokatning boshlanishi hisoblanadi. Shunga bu ishga ruxsat qilsa qat'iy bo'lmaydi. Xalifa yo'qsulning haqqini olishda
keskin edi. Chunki u Allohning buni o'zidan so'raydiganligini obdan biladi. Shunday qilib xalifaga qarshi isyon to'lqini besiqqan edi. Milodiy 633-yili 17-mart, Hijriya 12-yili. Arab yarim orolining har bir bulungi Madinadagi xalifaga qaraydigan holiga kelgan edi. Islom jug'rafiyasining birlik va tartibi xuddi Rasululloh ko'rishni umid qildigan holiga kelgan edi. Bir yilda bak ko'p ishlar yuz bergan edi. Lekin ikkinchi yilimi oldingi yildan jiq farqlanmadi. Yamama jangi bo'lgan kun boshqa bir masalani kun tartibga olib keldi. Qur'oni Karimni boshdan oxiriyatga biladigan 70 sahoba u kuni jangda shahid bo'lgan edi. Bu ahvol sahobalarda bo'libmi Hazrati Umarda jiddiy bir andish paydo qildi. Sahobalar Qur'oni Karimni parcha-parcha holda yodqa biladi. Lekin kelgusida qorilar azib ketsa, oyatlarning unutilib ketishidan ansirishadi. Shuning bilan Hazrati Umar darhol xalifaning yeniga bordi. Maqsadga kelsak, Yamama jangida nurg'unlagan qorilarimiz shahid bo'ldi. Keyin boshqa janglarda o'qigan qarindoshlarimiz shahid bo'lib ketsa, Qur'onning ko'p qismining yo'qolib ketishidan ansirayman. Ya'ni Qur'oni Karimni yig'ib chiqsaq demoqchiman. Rasululloh qilmagan ishni biz qanday qilamiz? Alloh bilan qasamki, inshaalloh bu xayrlik bir ish deb qarayman. Bargan siri Abu Bakr radhiyallohu anhu bu taklifning to'g'ri ekanligiga qoyil bo'ldi va qabul qildi. Zayd ibn Sabit o'z vaqtida vahiy kotiblardan biri edi. Ya'ni vahiy kelganda payg'ambar alayhisolamning buyrug'i bilan qalamini chiqarib yozatdi. Shuning bilan Zayd ibn Sabitning boshchiligida bir komitet qurildi. Hazrat Abu Bakr Zayd ibn Sabitga: "Sen yosh, ham aqlliq, ham ishonchlik birisan. Uning ustiga sen o'z vaqtida vahiy kotibi eding. Qur'onni sen to'plab chiqqan. Alloh bilan qasamki, bir tog'ni yo'tkashga buyurgan bo'lsa, bu ishdan oson bo'lar edi." Uningdagi sahobalarga qo'llaridagi barliq Qur'on parchalarini olib kelish talab qilindi. Uylardan har xil teri parchalari, toshlar, xurmishoqlar olib kelindi. Bularning har birida bir qism oyatlar yozilgan yoki o'yilgan edi. Shunday qilib, bu materiallar nihoyatda inchkilik bilan bir yerga to'planildi. Har bir bet eng az 2 nusxaga selishtirilgan holda elindi. Shuning bilan birga eng az 2 dona ishonchlik kishining guvohligi va qorilarning yodlaganlari bilan dalillanib tekshirib chiqildi. Hazrat Umar bu kollektivda nihoyatda aktiv rol o'ynadi. Surlar payg'ambar alayhisalom o'rgatgan bu ish tizildi. Allohning rahmati bilan Qur'oni Karimning teksti 2 muqova orasiga ilindi. Qiyomatga qadar muhofazat qilingan kitobimiz mana bu shaklda muqovalangan edi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhuning aram og'idek vaqtim yo'q. Buni birdamdan keyin yuz beradigan intayin muhim bir qarorda texmi bakrak es qilamiz. Hazrat Abu Bakrning birdan bir g'oyasi Allohning dini edi. Shuningdek, xizmati qilgan ixlosining ta'siriga uchirmaslik uchun Alloh rizoligini ko'zlab mangan bu yo'lda hech qanday manfaatni muxolamagan edi. Hatto davlat raisi bo'lishi qaramay, kishilar maosh olmaganligini bilganga qadar maosh muammadi. U ilgari Makkaning cho'ng tijoratchilaridan biri edi. Xalifa bo'lgandan keyin bo'lsa, davlat ishlarining aldirashchiligi sababli tijoratiga vaqti yetmadi. Bir kuni Hazrat Umar radhiyallohu anhu uning bozorda narsa sotayotganligini ko'rganda, uningga davlat ishlariga diqqatini bakrak markazlashtirish kerakligini aytdi. Hazrat Abu Bakr uningga: "To'g'ri, lekin oilamning turmushini qanday qamlayman?" Shuning bilan Hazrat Umar sahobalar bilan maslahatlashdi. Shu kundan boshlab xalifaga yillik maosh uchun 250 dinar va bir qo'y maosh bekitildi. Hazrat Abu Bakrning zehnida yip-yangi xaritalar sezilishga boshladi. U ko'zlarini ufqqa degan yerga tikdi. U yerda Bizans bor edi, Sasoniylar bor edi. Xalifaning qalbida tuproq egallash emas, islom va adolatni texmi kengri jug'rofiyalarga yeyish orzusi bor edi. Uning ustiga bu ikki kuchli davlatda musulmonlarga qarshi davomlashib kelayotgan dushmanlik mavjud. Sasoniy yurishining beshiga Allohning qilichi Xolid ibn Valid bosh qo'mondon bo'lib tayinlandi. Uning yeniga qo'mondon Musanna bin Xalisa qo'yildi va ikkalan birlikda Iroq tuproqlarini fath qilishga yuzlanmoqchi edi. Bizansga qarshi bo'lsa Abu Ubayd ibn Jarrah, Kurahbil ibn Hasana va Amr ibn As qo'mondonligidagi qo'shin yo'lga chiqadi. Xolid ibn Valid o'zining strategik talanti va qahramon qo'shini bilan harakatga o'tdi. Uni tunji saqlayotgan jang bo'lsa Zanjirlar jangi edi. Nemishqa bu ismning berilganligini sal turib so'zlaymiz. Bu jangga manganda Hazrati Xolid ibn Valid Sasoniylarning qo'mondoni Hormuzga qisqa ammo meg'izliq va ta'sirli qilib bir maktub avatdi. Maktubda mundaq yozilgan edi: "Musulmon bo'lgan qutulgan yoki bo'lmasa bosh to'lash orqali o'zingni va xalqingni omonlikqa erishtirgan. Bo'lmasa dal aksicha kelib chiqqan oqibatdan sen so'rilsan. Sizlar hayotni yaxshi ko'rgandek,
o'limni yaxshi ko'radigan qo'shin bilan sanqarab kelyapman. Shuna qilib qo'shin jang maydoniga bordi. Lekin dushman qo'shinida qarshi tarafda odamning diqqatini tortadigan bir manzara ko'zga chaliqib turadi. Ya'ni dushman askarlarining qochib ketmaslik uchun askarlar zanjir bilan bog'langan edi. Mush sababdan jangning ismi zanjirlar jangi deb qo'yilgan edi. Bu tadbirning yana bir maqsadi bo'lsa, askarlarning qaytib ketmaslikda qarorining keskin ekanligini ko'rsatish edi. Lekin bu ahvol ularning erkin harakat qilishini qiyinlashtirib qo'ygan. Bu hayron qolarlik manzaraga nisbatan Xolid ibn Valid qo'shiniga buyruq berdi. Qilishlar g'alibdan chiqarildi. Nayzilar nishonlarga qarshi tortildi. Maydonda 20 ming kishiga qarshi 20 ming kishi bor edi. Jang endi rasmiy boshlaydi deb turishiga qo'mondon Hurmuz oldiga chiqib, Xolid ibn Validga jang e'lon qilib, yakma-yak ilishga taklif qildi. Uning maqsadi bo'lsa askarlarga jasorat berish edi. To'lim afsus, lekin u shu topda xato kishiga jang e'lon qilgan edi. Allohning qilichi taklifni qaytarmadi va qilishni sug'arganicha maydonga tushdi. Hammalarning diqqati ikki qo'mondonda edi. Birdamdan keyin Xolid chapsonlik bilan Hurmuzning ishini tugatdi. Urush boshlanganda bo'lsa, Sasani ordusi hayronlik ichida edi. Zanjirlar oxirida berib, o'zining to'ziqiga aylandi. Zanjir sabablik yo qocholmaydi, yo rohat harakat qilolmaydi. Mana dal shu chaqda Xolid qo'shinni ajoyib harakatga keltirdiki, dushmanning ziyonliq tarafidan donolik bilan foydalangan edi. Qo'shin dushman saflarini param-parcha qilishdi. Qilish ovozlari bilan takbir ovozi bir-biri bilan giralishib ketgan edi. Milodiy 633-yilning bahor faslida quchilgan bu zafar Sasani ordusining tunji hangtan qilishi bo'ldi. Xolidning qo'shini olg'a ilgirlagan siri yangi Sasani qo'shinlari bilan uchrashdi. Hammasida natija o'xshash edi. Zafar ustiga zafar. Nahr jangi, Ullays jangi, Valaja jangi, Hira jangi, Ambar jangi. Qo'shin strategik qal'alarni bir-birlab fath qilgan holda olg'a ilgirlab o'tdi. Qo'shin intayin mustahkam holda o'z liniyasida davom qilayotganda Xolid tarixda unutilmag'idek maktubdan yana birini yozdi. Maktubda mundaq yozilgan: Xolid ibn Validdan Eron rahbarlariga salom, hidoyatga ergashgan kishilarga bo'lsin. Hamdu sana Cenab-ı Allah'a xasturki, Cenab-ı Allah sizlarning birlikinglarni buzishga, mulkinglarni qo'linglardan elishga va planlaringlarni buzishga qodir zotdir. Shuni qat'iy esinglardan chiqarmanglarki, kimiki bizga o'xshash namoz o'qisa, qiblimizga qaytsa va qilgan qurbonliklarimizdan yesa, u haqiqiy musulmondir. Haq va mas'uliyatlar biz bilan o'xshash bo'ladi. Maktubimni topshirib olgandan keyin menga darhol go'raga qo'yiladigan narsa kerak avatinglar. U narsalar mening himoyamda bo'ladi. Qo'rqmanglar. Agar diginim bo'yicha qilmasanglar, o'zidan boshqa hech qanday iloh bo'lmagan Alloh bilan qasam qilamanki, sizlar hayotni yaxshi ko'rganga o'xshash, o'limni yaxshi ko'radigan bir qavmni ustunlarga avataman. Sasani rahbarlari bu maktubni topshirib olgandan keyin dir-dir titrashib qo'rqishga boshlaydi. Navbatdagi hujum bo'lsa, Firoz jangida 150 ming kishilik g'oyat zo'r qo'shinga qarshi beriladi. Shu topda 2 yilga sig'dirilgan bir asr davom qilyotdi. Shundaq, bu darajadan tashqari odamning ishongisi kelmaydigan taraqqiyotlar Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhuning faqat 2 yillik xilofat mazgilida davom qilyotdi. Bir tarafdan butun arab jo'grafiyalaridagi qo'zg'olonlar bostirilsa, yana bir tarafdan buyuk ikki imperatorlik tiz bukkizilgan edi. Bu inson tariflashga ojiz keladigan barakat edi. Xalifa ajoyib bir idrok va adolat bilan harakat qiladi. Xalq dinga mahkam esilib, islomning go'zalliklari bilan hayotini bezaydi. Allohning elchisi suyumli payg'ambarimizning so'zlari ro'shan holda ko'rilishga boshlagan edi. Siz qandoq bo'lsangiz, shundoq boshqarilsiz. Mana shundoq taqvodor bir xalqning beshiga Alloh adil va idroklik birini boshqaruvchi bo'lishga nisib qilgan edi. Milodiy 634-yili, Hijriyaning 13-yili, Jamadiyal oxir oyining boshlari edi. Islom ummatining tunji xalifasi Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu bir qizitmalik kasalga giribtor bo'ldi. Bu kasal kundan kunga xalifani o'rin tutib yotqizib qo'ydi. Uning bargan sir putqo'lida mag'dur qolmay o'tadi. Quliq tuvida Makkaning ko'chalarida yangragan tunji da'vat ovozlari angladi. Bolaliqidan tortib Allohning elchisi bilan orasida bir do'stlik bor edi. U nurliq ovozning egisi Hazrat Abu Bakr payg'ambarlik davosida tunji qitim uning sepiga qo'shilgan kishi edi. Musulmonlarning soni oz mazgilda Ka'bada islomni yetkazgan edi. Uning qo'lida jannat bilan bishorat berilgan cho'ng sahobalardan 5 nafari
uning sababi bilan musulmon bo'lgan edi. U Rasulullohni qo'g'diganlik uchun Utba ibn Rabi'a va boshqa mushriklar uningga etilib, toki aylanib ketganga qadar urgan edi. Hatto uning beshiga to'mir oyoqlar bilan dassigan edi. Aylanib ketganda tunji bo'lib onasidan Payg'ambar alayhisalomning ahvolini so'ragan. Hatto Payg'ambar alayhisalomdan xabar olmaganga qadar hech nima yemaydiganligini aytgan edi. Iymon etganlik sababli mushriklar tarafidan iskanjiga duchor bo'lgan qul sahobalar bor edi. Hazrati Abu Bakr mol bisotini ularni setib olib ozod qilishga xashligan edi. U islom tarixidagi nurg'unlagan muhim shaxslarning iymon etishiga vasila bo'lgan. Miroj haqida so'zlanganda mushriklar Payg'ambar alayhisalomni masxir qilganda hech ikkilanmasdan Payg'ambar alayhisalomga ishongan edi. Mush sababdan Siddiq degan taxallusni Rasulullohdan bevosita olgan edi. Uning hijrat bilan Madinaning hamon bir kuni nurga purkindiganligiga ko'zi yetgan edi. Taqdiriga ulug' hijrat safaridagi ikki kishining ikkinchisi bo'lish putilgan edi. 3 kecha Rasululloh bilan g'orda yushurindi. Rasululloh uning tizida uxlab edi. U Rasulullohga ko'zatchilik qilayotganda putini tuyuqsiz bir yilot chaqdi. Rasulullohning uyqusi bilinib ketmasin deb mediriyamadi. Oxirida ko'zlaridan taramlagan yosh Rasulullohni uyg'otgan edi. Dushman Rasulullohni o'ldirish uchun yaqinlashganda o'zidan emas, Rasulullohdan ansirgan edi. Ya Rasululloh, ular ostiga qarabli qolsa, bizni ko'rib qoladi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning bu so'ziga javoban suyimli payg'ambarimiz la tahzan innalloha ma'ana degan edi. U kunlarni o'tib ketdi. Butun mol bisotini nech qatim Alloh yo'lida sarf qildi. Tabuk jangi uchun butun mollarini sarf qilgan edi. Rasululloh uningdan uyingdagilarga nima qoldirding deb so'raganda Alloh va Allohning elchisini qoldirdim deb javob bergan edi. U chaqda Rasulullohga iymon etdim deganlik faqat eg'izdan chiqqan bir jumla emas, butun qabilini, siz orasida cho'ng bo'lgan qavm qarindoshlaringizni, balliqdagi adashlaringizni, urug' tuqqan xo'lim qo'shnilaringizni qarshingizga elish demak bo'ladi. Bir tarafda Rasululloh, yana bir tarafda bo'lsa butun dunyo. Hazrati Abu Bakr hayotidan, rohat parog'atidan, nom shuhratidan, obro'yidan voz kechib, hech ikkilanmasdan iymon etgan edi. U iymon etgandan keyin anam dadam sana pido bo'lsin ya Rasululloh degan edi. U 23 yil bu so'zning orqasida turib keldi. Mol-mulk boylik tamsiz. Eng mashhur tijoratchi bo'lishi qarmay, barliq mol-mulkini qanchilagan qatim Alloh yo'lida xashladi. Huzurliq oila, rohat parog'at tamsiz. Hammasini Alloh yo'lida pido qildi. Butun bir oila inkorchilarning nishoniga aylandi. Bir tarafda qizi Oyisha munofiqlarning numussiz bo'htonlarining nishoni bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafda qizi Asma bir mushrikning ifloslachi tayiqi qolgan edi. U mushrik Hazrati Asmoni shu darajada qattiq urgan ediki, hatto quliqidagi halqasi uchib ketgan. Shuningdek, o'g'li Abdurrahmon bilan bir jangda ro'bro kelib qolgan. Ikkisidan biri yana birini hamon o'ldirib ketdi. Yana bir o'g'li Abdulloh bo'lsa, mushriklar tarafidan shahid qilingan edi. Yurak parisi o'g'lining qotilini topgan chaqda nima qildi? Bilamsiz. Suyunib ketdi, chunki qotil iymon etgan edi. U kishi abadiy bo'lgan do'zaxdan qutulgan edi. Hazrati Abu Bakr u kishini afu qilib mundoq deydi. Allohga hamd sanolar bo'lsinki, Janob Alloh sening qo'ling bilan Abdullohga sharaf, yuqori martaba ato qildi. Abdullohning qo'li bilan seni do'zaxga mahkum qilmadi. Sizningcha insoniyat tarixida mushuningga o'xshash voqealar qancha qatim yuz bergandi? Insoniyat payg'ambardan qasila na uningdek fidokorlikni ko'rdi, na buningdan burun texmi fidokorona bir so'zni angladi. So'raydigan savolimiz bu emas. Navoda biz shu kuni Rasulullohning yanida bo'lgan bo'lsak, bizmi Hazrati Abu Bakr aytgan so'zning o'qishini diyalamdik. Onam dadam sana fido bo'lsin ya Rasululloh. Balkim diyalishimiz mumkin. Ammo haqiqiy savolimiz shu. Biz bu so'zni degandan keyin bu so'zning orqasida tura olamdik. Shunda qilib bu ulug' zotning o'limi yaqinlashgan edi. Mana amdilikda eng yaxshi ko'rgan, eng seg'ingan kishi bilan yuz ko'rish oldi turadi. Vafotining yaqinlashganligini obdalla his qilgan Hazrati Abu Bakr ummatning kelgusi uchun eng muhim bir qarorni berish oldi turadi. Ya'ni o'zidan keyingi xilofatlikni kimga omonat qilish qarori. Sahobalarning fikr maslahatini oldi. Ko'pincha sahobalarning tavsiyasi bo'lsa, adolat simvoli Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu edi. Shuning bilan kotibi Hazrati Usmonni Hazrati Abu Bakrning yeniga chaqirdi va Hazrati Umarni xalif qilib tayinlaydigan
u vasiyatnomani yozg'izdi. Vafoti yaqinlashgan sari Hazrati Abu Bakr yana bir vasiyat qoldirdi. Xalifalik jarayonida o'ziga ayrilgan pulning zaruriy qismidan boshqasini o'ziga ravo ko'rmagan. U kishining haqqidan qo'rqqan edi. Xajlamay yig'ib qo'ygan bu miqdor pulni Baytul Malga qo'shib etishga buyurdi. Uningdan keyin qizi Hazrati Oyshani chaqirib mundaq dedi. Musulmonlarning xizmatini ustimga olgandan buyon ularga tava na bir dirham, na bir dinar yemadim. Dal aksicha, ularning eng kambag'allarga o'xshash ko'p hollarda och qoldim. Eng koni kiyimlarni kiydim. Xazinaga tava yenimda shu qul bilan mush raxt parchasidan boshqa hech nima yo'q. Ularni sen Umarning yeniga apag'in. Bu xabarni anglagan Hazrati Umar radhiyallohu anhu eg'ir o'hsingandan keyin Allah Hazrati Abu Bakrga rahmat qilsin. Hazrati Abu Bakr o'zidan keyingi kishiga ajoyib bir talab tusidagi xotirni aslama qoldirgan edi. Hazrati Abu Bakr Hijriya 13-yili Jamadiyal oxirining 22-sida asta ko'zini yumdi. Yer yuzining ahli bir siddiqni uzatdi. Osmon ahli hasratda saqlagan bir do'stini kutib oldi. Hazrati Abu Bakr Rasululloh bilan o'xshash yoshda, ya'ni 63 yoshda Madinada ruhini Rahman Taolaga taslim qildi. Janoza namozini Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'qidi va vasiyati o'rindaldi. Shuning bilan birga eng yaxshi ko'rgan payg'ambar alayhisalomning yeniga, uning muborak qabrisiga yondab dafn qilindi. U dunyoda bo'lganiga o'xshash qabridimi eng suyimli do'stiga qo'shni bo'lgan edi. Hazrati Abu Bakr qurgan zamin ustiga bir davr qurib chiqiladi. Fatihlar uchun mustahkam bir sharoit tayyorlangan edi. Islomiyat amdi Allohning yordami bilan kengri tarqaydi. Islom davlati dunyoning 4 tarafiga kengaydi. Balkim eng parlaq, eng boyashat davrlarni boshdan kechirishi mumkin. Xandah kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning va'da qilgan fatihlarning birma-bir amaliylashidigan, islom tuproqlarining 5 hassa kengaydigan bir davrga qadam ilish olib turyapmiz. U islom davlatining beshida bo'lsa, hech kim zulm ko'rmaydi. Hech kim haqsizlik uchirmaydi. Hech kim fitna fasod tarqatmaydi. Adolat va jasorati bilan qiyomatga qadar insonlarni hayron qoldiradigan Hazrati Umar davri bilan keyingi qismimizda tanishib chiqamiz.